Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, yangi oshxona mebellarini boshlayapmiz. Bu ikkinchi etajli fasadlari va birinchi etajli pastki fasadlari. Birinchi etaj tepa fasadlari bor, ular tortma bo'ladi. Bu rangi nosrang, nomi endi hayki deb aytiladi. To'q yashil, korpuslari oq PLMDFdan bo'lyapti birinchi, ikkinchi etajlarda. Bu bezuruchka bo'ladi. Mana bunga profillar qo'yib olamiz. Bezuruchka bo'ladi. Mana bu ham pastki korpuslari. Birinchi etajli tortmalari va uchinchi etaj mana bu arix rang bo'ladi. Franklin Tabachniy deb nomlanadi arix rang. Bu Eger firmasiniki. Xo'p. Ishlarni boshlab davom ettiramiz. İkinci etajdan boshlaymiz. Mana bunaqangi profillarni olish isdan chiqdi. Bu profillar bo'lganda birinchi etajdan boshladik. Ko'ramiz qanaqa mebel chiqar ekan. Bu bilan mana bu rangda aralashmasini. Hop. Korpuslarda yig'yapman. Mana bu uchinchi etajda korpus birinchisi, ikkinchisi turibdi. İkinci etajli korpuslarni yig'ib qo'ydim mana. Faqat buni HDFlarni olish esdan chiqibdi. Mana orqasiga HDF kerak. HDFlarni olish kerak. Birinchi etajga yiqqanim yo'q. Turibdi. Birinchi etajga mana bunaqa profillar kerak. Ruchkasi bo'lyapti. L profil kerak, shundan kerak, P profil. Ularni olib kelsak keyin yig'amiz inshaalloh. Mana bu HDF kerak. Bu bo'ldi. Buni endi bir nima qilib pastga olishim kerak. Narigisini yig'ish uchun. Ustanobga ketyapmiz. Bugun borib qo'yamiz, ertaga Ustanobga. İnşallah. Ustanobga ishga qilamiz. 3 etajli oshxona mebelimiz. Binada boshlayapmiz. Xo'p, ustanobkalarda qilyapmiz. Birinchi etaj, ikkinchi etaj bo'ldi. Uchinchi etajda qo'yganimiz yo'q. Ayrim kulgili sabablarga ko'ra uchinchi etajimiz 5 cm katta qo'ygan. Mana bu binamiz 7 cm kichkina qo'ygan. Sababi proyektda razmerlar noto'g'ri ketgan. Razmerlarni doim ko'mib aytaman. Kontrolni o'lcha xato yozib qo'ygan bo'lishi mumkin deyman. Bu safar umuman oshib tushdi, sababi kelib o'lchamagan. O'rtog'ini uyi, do'stini uyi, do'stiga telefon qilib razmerlar olib bergan ekan. Kelgani eringan. Shu o'rtog'i keyin razmerlar olib bergan, o'sha razmerlar bo'yicha proyektini qilgan. Mana endi hozir noto'g'ri bo'lib qolgan. O'sha gulni pastga kirish kerak, tepadagi 3-etaj. Lekin guldan o'tib ketyapti, noto'g'ri bo'lib qoladi. Mana bu esa kichkina qo'y. Endi bunga uluyimiz 7 cm uluyimiz iloji bor. Tepalarida ham iloji bor. Kesib tashlaymiz. Faqat endi vaqtimiz olyapti. 2 soat shunga vaqtimiz ketadi. Fasadlarni ham qilqish kerak, hammasini. Stoykalarni hammasini qilqish kerak, knopka qilish kerak. Shunaqa gaplar. Shuning uchun kelib o'lchab, kontrolni o'lchab, keyin proyekt qilish kerak. Men mana bu fasadlarda qo'yaveraman. Tepa past fasadlarda. Endi xato qilgan odam xatosini to'g'rilab kelib, 3-etajga keyin qo'yib olamiz.
Devam etamiz bo'lmasa. Hop. Tepalarda shuncha etajli razmerlarni to'g'rilab qo'yib oldik. Mana buni ham mana razmerlarni to'g'rilab qo'yib oldik. 7 santimetrni bo'ldik. Fasadlarni qo'ysak endi tepa fasadlarni, pastki fasadlarni, tortmalarni qo'ysak ancha yengilroq. Suvga chizib berganman. Teshamiz. Gazga chizib berganman. Teshamiz. Hop. İşlerimiz deyarli yakunlanib qoldi. Bakoylab qo'yamiz. Ikki bortiklarni qo'yamiz. Qolgan joylari bunda. Tepani ham yopib berishimiz kerak. Shu bilan ishlaymiz. Bu ruchkasiz variantdagi oshxona mebeli. Oshxona mebelini tugatdik mana. Uстановkalar tugadi. Hamma narsasini joy-joyiga qo'yib tashladik, texnikalarni ham. Suvlar mana. Ishlayapti. Gazlarni ulab qo'ydik. Bugun gaz o'chgan ekan. Duxovkalarni qo'yib qo'ydik. Duxovkalar aslida tortmalar. Yetishganmiz. Korpus o'zi turadi. 30 ning ichiga. Sushilkalar. Bitta mashikka polka kerak. Polkasini qo'yib beramiz. Eshiklar hammasi zavodchi. Salafanlarni olib tashlasak. Bu ruchkasiz. Ikkinchi etajda uchinchi etajlarda ruchkasi. Tayyor. Mana bu hammasi tortma. Xolodilnik bor, tashqarida turibdi. Xolodilnikni olib kirib qo'yamiz. Shu bilan